Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Biz sizlarni futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Bizni kuzatib boring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Mehnatimizni qadrlab, videoyimizga like bosib, o'zlarining yaxshi fikrlarini bildirayotgan muxlislarimizga katta rahmat. Qani unda boshladik. O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov o'tgan mavsum Roma klubidan Istanbul Boshakshehir safiga ijara asosida ko'chib o'tgan edi. Bugun esa Istanbul klubi Eldorning shartnomasidagi sotib olish bandi kuchga kirganini rasman e'lon qildi. O'tgan mavsum ijara asosida tarkibimizga qo'shilgan Eldor Shomurodovning shartnomasidagi sotib olish majburiyati bandi kuchga kirdi. Shu tariqa O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisining shartnomasida ko'zda tutilgan 2 yillik kelishuv rasman amalga oshirildi. Eldor Shomurodovga to'q sariq, ko'k libosimizda yanada katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Shuningdek, ushbu kelishuv klubimiz va futbolchimiz uchun xayrli bo'lishini tilab qolamiz, deyiladi klub matbuot xizmati xabarida. Jahon chempionati 2026 da o'zini yaxshi tomondan ko'rsatgan O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Behruz Karimov Yevropada talabgir bo'lmoqda. Championat.Asiya bosh muharriri Narzulla Saydullayevning xabariga ko'ra, Behruz Karimov uchun kurashga Angliyaning West Ham va Wolverhampton klublari qo'shilgan. Bunga qadar o'zbekistonlik futbolchiga Angliya, Germaniya va Fransiya klublari qiziqish bildirayotgani xabar qilingan edi. O'zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Italiyadan ilk suratini ijtimoiy tarmoqda e'lon qildi. Afsonaviy himoyachi o'zining Instagram sahifasida Neapolda mashg'ulot o'tkazayotgan Luna Rossa Prada Pirelli yelkanli jamoasi suratini ulashdi. Jamoa 38-Amerika Kubogi oldidan o'tkaziladigan saralash regatasiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Suratda Neapol qo'ltig'i va Tirren dengizining go'zal manzarasi aks etgan. U AQShdan to'g'ridan-to'g'ri Nyu-Yorkka yo'l olib, u yerdan Italiyaga uchib ketdi. Bosh murabbiy bu qarorini 2 oy davom etgan uzluksiz ishdan keyin qattiq charchaganini aytib izohladi. Uning ta'kidlashicha, ayni paytda ham futbolchilar, ham murabbiylar shtabiga to'liq dam olish zarur. Shu bilan birga Cannavaro sentyabr oyida O'zbekistonga qaytib, Osiyo Kubogiga tayyorgarlikni boshlash uchun o'z vazifasiga kirishishini rasman ma'lum qildi. Fransiya terma jamoasi hujumchisi va sardori Kylian Mbappe Jahon chempionati 2026 1-8-final uchrashuvida paragvayliklarning qo'pol va qattiq o'yinini tanqid qildi. Uchrashuv 1-0 hisobida yakunlandi va yagona golga Mbappe mualliflik qildi. Biz Paragvayga ko'rsatib qo'ydik. Agar ular iflos o'ynashni istashsa, biz ham iflos o'ynay olamiz. Agar ular bizni haqorat qilishsa, biz ham xuddi shunday javob beramiz. Agar qo'limizni loy qilishga to'g'ri kelsa, buni qilamiz. Ular bizni maydonga smokingda chiqadi deb o'ylashgan shekilli. Vaholanki, biz ham iflos o'ynashni bilamiz, deya Mbappening so'zlarini iqtibos keltirdi jurnalist va insider Fabrizio Romano o'zining X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Ta'kidlab o'tish joizki, uchrashuvning so'nggi daqiqalarida paragvayliklar Mbappeni muvozanatdan chiqarish uchun bor kuchlari bilan harakat qilishdi. Uni turtishdi va haqorat qilishdi. Final xushdagi chalinganidan keyin ham Janubiy Amerika vakillari mushtalashuv keltirib chiqarishga urinishdi. Biroq bu ish bermadi. Mbappe barcha provokatsiyalarga faqat kulib javob qaytardi. Moskvaning Spartak klubi sobiq futbolchisi Eduard Mor Jahon chempionatining 1-8-finalida Paragvay terma jamoasining Fransiya futbolchilariga qarshi ko'rsatgan o'yinini qattiq tanqid qildi. Filadelfiya shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda fransuzlar 1-0 hisobida g'alaba qozondi. O'zbekistonlik hakam Ilgiz Tantashev belgilagan penaltini Kylian Mbappe aniq bajarib, yevropaliklar g'alabasini ta'minladi. Marokash va Fransiyaning chorak finalga chiqqani kutilgan natija edi. Lekin bu kun baribir syurprizsiz o'tmadi. Afsuski bu yoqimsiz syurpriz bo'ldi. Paragvay terma jamoasining mutlaqo qo'pol, odobsiz o'yinini oqlab bo'lmaydi. Juda qattiq xafaman. O'zim ham maydonda ochiqchasiga jinoyatchilik darajasidagi qo'polliklar bo'lgan o'yinlarda qatnashganman. Seni urishadi, tepishadi, yana qayta urishadi. Ammo bu yerda gap dunyo bo'ylab tomosha qilinadigan jahon chempionati haqida ketyapti. Nima ko'rdik? Paragvayliklar raqibni doimiy ravishda tepib, urib o'ynadi.
To'p bilan ham, to'psiz ham. Bu chempionatda bunday manzarani hali ko'rmagandim. Umuman olganda ham ancha vaqtdan beri bundayni uchratmaganman. Hakam Ilgiz Tantishev o'yin nazoratini qo'ldan boy berdi. Nimagadir paragvayliklarga sariq kartochka berishga shoshilmadi. Umuman olganda bu jahon chempionatidagi hakamlik menga yoqyapti. Lekin aynan shu o'yinda ogohlantirishlar berish, qo'pollikni darhol to'xtatish kerak edi. Natijada esa biz futbol ko'rmadik. Paragvayliklar futbol o'ynamadi. Hakam yana bir bor Paragvay darvozasiga qaratilgan aniq penaltini dastlab belgilamadi. Faqat video takrordan keyin qaror chiqardi. Fransuzlar o'yin davomida provokatsiyalarga berilib ketmagani ham ajablanarli. Yaxshiki, jiddiy jarohatlarsiz tugadi, dedi Edward Moore. 9-iyul kuni Fransiya terma jamoasi mundialning chorak finalida Marokash bilan to'qnash keladi.